Did you know that made of versus made from versus made with farqini bilarmidingiz? Bugun xudo xolasa mana shuni ko'rib chiqamiz. Made of qachon ishlatiladi? Biz bir mahsulotni olib undan nimadir yasasak, undan nimadir tayyorlasak va tayyor bo'lgan mahsulotda materialimiz ko'rinib turgan bo'lsa, made of dan foydalanamiz. Misol ko'ramiz. The table is made of wood. Bizni stolimiz nimadan yasalibdi? Yog'ochdan yasalgan. Va stol tayyor bo'lgan holatda ham yog'och stolimizda ko'rinib turibdi. Ya'ni yog'ochdan qilingan stol. Menimcha tushundingiz. The ring is made of gold. Bizni uzugimiz, mana bu uzukni ko'rdingiz-a? Nimadan qilingan? Tilladan qilingan. Tilla uzuk. Materiali ham tilla, mahsulot ham tilla. Menimcha tushundingiz. Keyingisi made from. Endi bu biroz o'zgacha. Agar biz bir mahsulotni olib undan nimadir yasasak, undan nimadir tayyorlasak va tayyor bo'lgan mahsulotda materialimiz ko'rinmasa, materialimiz o'zgarib ketgan bo'lsa, made from dan foydalanamiz. Keling misol ko'ramiz. Paper is made from wood. Demak, qog'oz yog'ochdan tayyorlanadi. Lekin siz ko'zingiz oldiga qog'ozni keltiring. Qog'ozni tarkibida yog'ochni ko'rmaysiz, to'g'rimi? O'zgarib ketdi. Shuning uchun made from bo'ladi. Keyingi misol. Wine is made from grapes. Demak, bizni vinoyimiz nimadan tayyorlanar ekan? Uzumdan tayyorlanadi. Lekin vinoni ichayotganimizda biz uzumni ko'rmaymizda. Demak, biz agar tayyor mahsulotda materialni ko'rsak, made of bo'ladi. Tayyor mahsulotda materialni ko'rmasak, nima bo'lar ekan? Made from. To'g'ri aytdingiz. Keyingisi made with. Buni qachon ishlatamiz? Bir narsani tayyorlayotganda nimadirlardan foydalanib, ya'ni ingrediyentlardan, komponentlardan foydalanib tayyorlaganimizda made with ishlatiladi. Misol ko'ramiz. Cake is made with chocolate and cream. Demak, tortimiz tayyorlanyapti shokolad va qaymoq qo'shib. Ko'ryapsiz? Bu bizni tortimizni, demak, ingredientlari chocolate, cream, mana shu vaqtda made with ishlatiladi. Yana bitta misol ko'ramiz. Pasta is made with fresh ingredients. Demak, bizni pastamiz fresh ingredientlarni qo'shib tayyorlandi. Ya'ni fresh ingredientlardan iborat pasta. Menimcha tushundingiz. Endi bitta xulosa qilamiz. Demak, made of bo'lganda material is visible and unchanged holatda turar ekan. Agar made from bo'lsa-chi, material is changed or transformed holatda bo'lar ekan. Agarda made with bo'lsa-chi, use it for ingredients or components. Menimcha tushundingiz. Agar siz yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz, kommentariyada made of, made from, made with ga bir donadan misol qoldiring. Ko'rib chiqib, tekshirib javob qaytaraman xudo xolasa. Mana shunday foydali grammatika, foydali ingliz tili kerak bo'lsa sizga, Teacher Sirojiddin Qarshiyevning profiliga hoziroq obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying va sizga har kunlik kontentlarimiz borib turadi xudo xolasa. Ko'rishguncha salomat bo'ling.